Mana bu sharni kassasi. Hozir mana biz hozir 3 kishiga bilet oldik. $95 82 sent 3 kishiga. Aytyapman, usluga juda qimmat. O'sha bular servis bilan ko'proq pul olishadi. Mana shu ham sun'iy ko'l. Sun'iy o'zlari nima qilishgan? Bu hammasi o'sha Disney ichidagi. O'sha yoqda Disney boshlangan. O'tgan safar ham aytdi, Disney territoriyasi juda katta. 20,000 kvadrat kilometrdan baland deyishadi. Juda ham katta bu. Mana hozir shar tepaga chiqdi. Bu bizdan burungilar. Bizdan burungi guruhdan. Hozir mana shu qayta pastga tushsa, bularning endi marsruti qancha davom etadi? Hozir aytib so'rab, o'sha nimaga qilgan paytda aytamiz. Hayot jonlanyapti. Hali aytganimizdek bu park, Disney nimasi. Ko'ngilochar joyi, magazinlari. Ertalab soat 10 dan kechqurun soat 11 gacha. O'sha ham xuddi shu paytda shu atrofda otiladi har kuni. Kamida bir 20 minut mushak otadi har kuni. Shuni hisobiga bular restoranlar kechqurun to'la bo'ladi deydi. Ya'ni mushakni yaqindan ko'rish nimasi. Bu yerda insonlar yashaydigan uylar, o'sha uylar qilingan, mehmonxonalar, hamma narsa komplekt. Komplekt nima qiladi? Mana bizni navbatimiz ham kelyapti, o'sha nimalar ochildi. Mana sekin pastga tushyapti. Buni balandligi, eng yuqori balandligi 400 futgacha, ya'ni 122 metr balandlikgacha olib chiqar ekan. Bu umumiy, masalan, boshidan oxirigacha, dastlabki paytidan ko'tarilib qaytib tushgungacha bo'lgan vaqt, 10 minut atrofida odamlarga nima ko'ngil ochar, nima zavq berar ekan harakat. Mana hozir biz ham sekin shuni o'tiramiz. 122 metr atrofidan balandlikdan Arlanda shahrini tomosha qilamiz. Shahrimiz pastga tushdi. Shahar tagida turibmiz. Tayyorgarlik biz chiqishga. Mana biz ko'tarilishni boshladik. Mana tros yordamida ko'tarilar ekan. Bu yerda o'tiradigan joy yo'q, faqat mana shu qurib aylanib. And we're going to go up a little bit faster. One more bump. Passagerlar kam lekin. Chunki abid bo'lgan yo'q. Vaqtli bo'lganligi uchun. Mana shahrimizning eng yuqori nuqtasi shu ekan. 122 metr atrofida. Mana. On a good day we can take a Mana shu Arlanda shahrining yuqoridan ko'rinishi. Arlanda shahri. Lekin o'ta ko'kalamzor shahar ekan. Mana o'sha yoqqacha. Bu yerlarda bularning eng katta boyligi Atlantik okeani, suv. Bu tomonda ham okean bor, ikkita okean o'tgan, u Amerikada. Kaliforniya tomonidan o'tgan, bu yerdan o'tgan. Suv, zaliv, xohlagan joyga zaliv olib kirib. Ular shunday nima ekanki, ozgina suv olib to'rtta timsoh tashab qo'yib, odamlar pulni o'ldiradi ekan. Servisga o'ta usta ekan. Ishlab chiqarishga nisbatan bularda servisga ko'p pul keladi. Bu shar aylanar ekan, bunda sekin hozir aylanish bo'lyapti. Biz o'sha nima bo'yicha to'liq aylanib chiqar ekanmiz. Bu yerda asosan turizm bo'lganligi uchun, turistlar juda ko'p bo'lganligi uchun mana
mana shu ko'tarilib turgan, ko'rinib turgan binolar deyarli hammasi mehmonxonalar. Baland qavatli hammasi. O'ta mehmonxona ko'p. O'tgan safar ham bir bu to'g'rida gaplashdik. O'sha binolar ham mehmonxona. Bir yilda Orlando shahriga 75 milliondan ortiq turistlar kelib ketadigan bo'lsa, kuniga 280 ming mehmonni bular o'zi qamrab olish kerak bir sutkalik mehmonni. Shuning uchun o'ta mehmonxona ko'p. Xususiy mehmonxonalar ham juda ko'p. Haligi masalan haligi oilaviy kelib uyda yashaydiganlar bor masalan. 3 ta 4 ta xonasi bor haligi uylarda yashab. O'shunaqa uylar ham juda ko'p. Demak o'sha 280 mingni bir sutkada qamrab olish juda katta narsa. So this, my pressure is up at 415. We keep it under 450. Bular hammasi So mehmonxona. that's just Shahrimiz keyin aylanishda davom etyapti. Mana shu binolar hammasi. Hammasi mehmonxonalardan iborat. Bu yerda bitta shahar sozlik shunday qurilgan ekanki, masalan, shahar markazi. Markazini downtown deyishar ekan. Orlando downtown. Orlando shahrini o'zida, o'sha markazi o'zida 310 ming atrofida aholi yashaydigan bo'lsa, qolgan nima joylarda masalan hudud qilib vendermen deyiladi ekan. Bu vendermenlar bo'lib ketavergan. Mingta, 1,5 mingta masalan xo'jaliklarda uylar qilgani, boshqa qilgan o'sha magazin o'sha yerda hamma o'zini yashash uchun qulay sharoitlar. Первый neopodimistlarni joylab o'sha yerlarga joy bergan. Mana hozirgi kundagi nima ham bir 25-30 kilometr tashqarida mana shu hozirgi nima ham Disney ham. Lekin bularning atrofida aholiga yashaydigan uylar qilgan. Mana hamma shahardan kam qilmagan, lekin administratsiya asosan nimada o'zida, downtownda o'zida, ya'ni markaz o'zida. Qolganlar hammasi mana shunga o'xshagan aholiga yashash uchun hamma narsani sharoit qilib. Chiroyli joylar qilib mana. Ko'ngilashadigan parklar deysizmi, banisa deysizmi, hamma narsani qulay qilishdi. Mehmonxonalar ham o'shanga qarab. Hamma o'shadagi markazga yig'ilmaydi. Atrofda. Bularda masalan qayerga kelayotgan bo'lsa, o'sha aeroportda o'sha kutib olib, o'sha yerga olib boradigan. O'zlari onlayn orqali ko'proq zakaz beriladi mehmonxonada. O'sha onlayn orqali mehmonxonada zakaz qilishib, o'sha yerga kelib qaytdan taksi kutib o'sha yerga olib boradi, o'sha yerdan olib borib qaytib ketaveradi. Ana shunga o'xshagan narsalar bor. Hammasi atrof bo'ladi. the best time is during the fire. Mehmonxona. Mana sekin-sekin shahrimiz anchagina pasayib qoldi. Sekin-sekin pastga qarab tushyapmiz. Hozir xudo xohlasa bu sayohatimiz oxiriga yetadi. Va nihoyat Thank you mana guys very much. shahrimiz yerga qo'ndi. You're welcome to come either way. Mana bizning sayohatimiz tugadi. Bizdan keyingi masalan passajirlar bilan qabul qilyapti. Shu bilan shaharga aloqador bo'lgan nimamiz sayohatimiz tugadi.